Ko'pchilik bu haqiqatni bilmaydi va siz erkak kishi bo'lasizmi, ayol kishi bo'lasizmi, baringiz birdek mana shu haqiqat doirasidasiz. Chunki siz charchoqni ko'p marotaba his qilgansiz va hech e'tibor berganmisiz? Aynan charchoq paytida tanamizda og'irlik sezamiz, jasadimiz qiynaladi. Biz yuk tashuvchilarga o'xshab qoplarni tashamagan bo'lsak-da yoki dehqonlarga o'xshab soatlab dalada mehnat qilmagan bo'lsak-da, baribir tanamiz aqliy mehnatning o'zidan yoki ruhiy, emotsional zo'riqishning o'zidan og'riydi. Xo'sh, nima uchun bunday? Bu savolning javobini biz g'arb psixologiyasidan emas, balki o'zimizning sharqdan topa olamiz va birinchi amaliy psixologiyani, psixoterapiyani o'tkazgan inson ilmiy ishlariga murojaat qilib buni anglashimiz mumkin. Bu inson Ibn Sino. Aynan biz bu videorolikda nafaqat tarixga sayohat qilamiz, balki o'zimizni anglash uchun foydali bo'ladigan bilim va ma'lumotlarni o'zimizning alloma Ibn Sino ishlaridan aniqlab bilib olamiz. Boshladik. 11-asr Buxoro. Yosh lekin daholigini yashira olmaydigan bir yigit Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Sino bir narsani erta tushunadi. Odamning tanasi og'risa ko'rinadi, lekin ko'ngli og'risa uni hech kim sezmaydi. Va insonning eng nozik kasallari ruhdan boshlanishini u g'arb allaqachon bunday ma'lumotlarni va ilmni unutgan bir davrda yozib qoldiradi. Ibn Sino birinchilardan bo'lib inson ruhiy holati tanadagi o'zgarishlarga sabab bo'lishini yozib qoldirgan. U shunday deydi: ruhiy og'riq tana va ruh o'rtasidagi muvozanat buzilishidir. Bu bugungi psixosomatikaning tamal toshi bo'lib xizmat qildi. Psixosomatika haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'taman. Psixosomatika bu inson ruhiy holati tanasida qanday o'zgarishlar paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi omillarni o'rganadigan psixologiyaning yo'nalishidir. Ya'ni ruhiy holatingiz, emotsiyalaringiz, kayfiyatingiz tanangizdagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Oddiygina misolni ikki xil tarafdan tushuntiraman. Birinchisi, kasal bo'lib qoldingiz, deylik oddiygina shamolladingiz. Sizga tabiiyki hech narsa yoqmaydi. Xuddi shunday sizning jismoniy kasal bo'lishingiz, ruhiy hech narsa yoqmaydigan holatingiz paydo bo'lishiga sabab bo'lganidek, ruhiy holatingiz ham tanangizdagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Oddiygina misol, aytilmagan gaplar yoki ichimizga yutilgan haqiqatlar ovozimiz o'zgarishiga, tutilib gapirishimizga yoki gapirishda qiynoqlar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun juda ham qo'pol, lekin aniq haqiqat bo'lgan misolni keltirib o'taman. E'tibor bergandirsiz, ba'zi bir ayollarning tana ko'rinishi erkaklarnikiga o'xshab boradi vaqt o'tishi bilan. Va bunday holat odatda yolg'iz onalarda yoki ajrashgan ayollarda ko'proq kuzatiladi. Nimaga ular tanasi asta-sekinlikda erkaklarnikiga o'xshab boradi? Chunki bu tana erkak kishi olishi kerak bo'lgan mas'uliyatni qabul qiladi. Bu tana erkaklar olamida tirik qolish uchun kurashishi kerak. Shuning uchun ham ularning tana tuzilishi, yelkalari va umumiy ko'rinishi erkaknamo bo'lib boraveradi va asta-sekinlikda gapirishlari, mimikalari, o'zlarini tutishlari ham erkaklarnikiga o'xshab boraveradi. Ya'ni erkak shodi bo'lib boraveradi. Buning sababi esa ruhiy holatda. Inson ruhiy jihatdan erkak kishi mas'uliyatini tanasiga qabul qilganligi mana shu tana o'sha mas'uliyatga monand bo'lib ketishiga sabab bo'lgan va buni ham biz psixosomatikada o'rganib bilib olishimiz mumkin. Endi esa yana tarixga qaytamiz. Tarixiy manbalarga yuzlanadigan bo'lsak, aynan Ibn Sino birinchilardan bo'lib ruhiy kasalliklarni toifalarga bo'lganligini ham bilishimiz mumkin. Bular g'amginlik, ya'ni melanxoliya, qo'rquv xurujlari, o'ziga ishonchsizlik, o'ta faollik, dushmanlik va agressiya. Va bularning bari bugungi zamonaviy psixologik diagnostikaning asoslaridir.
Diagnostika o'zi nima degan savol ham paydo bo'ladi. Diagnostikaga qisqacha ta'rif beradigan bo'lsak, shamollaganimizda nima bo'ladi? Tomoq og'rig'i, isitma chiqishi, burun bitishi, bularning bari simptom va mana shu simptomlardan kelib chiqib diagnoz qo'yiladi. Shamollabdi yoki nimadir kasal bo'libdi. Mana shunday diagnostika texnikalari psixologiyada ham bor va mana shu diagnostika texnikalarining asosi Ibn Sinoga borib taqalmoqda. Ibn Sino bugungi zamonaviy psixologik psixoterapiyani o'sha davrlardanoq o'tkazishni boshlagan. U bemorlariga shunchaki damlama berib, ulardan qutulmagan, qo'pol qo'yadigan bo'lsak, ular bilan suhbatlashgan. Uning ruhiy holati qanday bo'lgan, bemor oxirgi vaqt nimalarga siqildi yoki qanday emotsiya, his-tuyg'ularni his qildi yoki bemorning bolalikdagi qaysi jarohatli xotiralari hozirgi kunga qadar unga azob berayotganligini ham muloqot jarayonida bilib borgan. Hattoki mana shuning o'zi ham hozirgi kunga qadar psixologiyada ishlatiladi va bu gestalt deb nomlanadi. Gestalt terapiya o'zi nima? Gestalt terapiya bu inson bolaligidagi yomon xotiralar, jarohatlar hozirgi kunga qadar hayotiga qanday ta'sir qilib kelayotganligini o'rganadigan yo'nalishdir. Va mana shu yo'nalishning ham asosi Ibn Sinoga borib taqalmoqda. Oddiygina misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, bolaligimizda bizga jim o'tir, baqirurma, ko'p gapirma yoki xotiniga o'xshab qilib qurma, emotsiyalaringni ko'rsaturma, jim o'tir deb tarbiya berilgan bo'lsa, bu inson katta hayotida qanday bo'lib shakllanadi? Emotsiyasi yo'q, hech qanday emotsiya ko'rsatmaydigan, past gapiradigan, gap so'zi yedirilib ketadigan va odamlar davrasida gapirmaydigan bo'lib shakllanadi. Nimaga? Chunki unga shunday tarbiya berilgan va mana shu nuqtai nazarlarni ham Ibn Sino o'rgangan. Uning amaliy psixoterapiyani o'tkazganligiga quyidagi rivoyatda misol tariqasida javob ham topishimiz mumkin bo'ladi. Bir shahzoda bor edi. U ovqat yemay qo'ydi. Qon bosimi tushdi, hech kim sababini topa olmaydi. Va oxir oqibat Ibn Sinoni chaqirishdi. U shahzodaning tomirini ushlab turib, saroydagi qizlarning ismini birma-bir aytishni buyurdi. Shahzoda hech qaysisiga o'zgarmadi, ammo bir ism aytilganda tomir urishi birdan oshdi. Shunda Ibn Sino kulib dedi: "Bu kasallik emas, bu muhabbat." Va shahzodaning ruhiy muvozanati tiklanishni boshladi. U ovqatlanishni boshladi, sog'ayib ketdi. What a beautiful day for a walk. Bu birinchi tarixdagi psixoterapiya va psixosomatikaning ilk ko'rinishlaridan biri bo'lib xizmat qildi va asrlar davomida insoniyat bundan foydalandi. Xo'sh, rivoyatdagi shahzodaning holati nima uchun u o'zi bilan nima bo'lganligini anglaganidan so'ng o'zgardi? Chunki gohida bizning ruhiy holatimiz, jismoniy holatimiz nima sababli bunday bo'layotganligini tushunmay qolamiz. Bizdagi emotsiyalar bizga blok qo'yadi, ya'ni anglash nuqtamizni, fikrlash yo'limizni yopib qo'yadi. Shuning oqibatida biz shunchaki yomonlashib boraveramiz. Agar kim o'zimizga chetdan qaraydigan bo'lsak, biz bilan nima bo'layotganligini fikran, idrokan anglaydigan bo'lsak, bizda anglashning o'zidanoq xotirjamlik paydo bo'ladi. Shahzoda o'zi bilan nima bo'layotganligini anglaganligi uchun ham unda xotirjamlik paydo bo'ldi. Chunki bu qo'rqinchli narsa emas ekan degan xotirjamlikning o'zi uning miyasini ochib yubordi va u endi nima qilishi kerakligini aniq bilar edi. 10-12 asrlarda Sharq ilmning markazi edi. Lekin Mo'g'ullar istilosi, siyosiy parokandalik, madrasa tizimining o'zgarishi ilmni sekinlashtirdi. G'arb esa Ibn Sinoning kitoblarini lotin tiliga o'tkazib, universitetlarda 600 yil o'qitdi. Biz unutgan ilmni ular davom ettirdi. Ibn Sinoning kitoblaridan biri, Kitob-u Shifodan biz quyidagi 3 ta asosiy fikrni bilib olishimiz mumkin. Rus manbalarida yoki Yevropa manbalarida bu kitob Avicennaning Kniga исцеления kitobi deb ham nomlanadi. Taftologiya bu yerda o'rinli. Hozir bu kitobdan biz olishimiz mumkin bo'lgan va hayotimizga tatbiq qilib foydalanishimiz mumkin bo'lgan 3 asosiy g'oyani ko'rib chiqamiz. Odamning dardi uning fikrida, ongida. Bugungi psixologiyada bu source create emotions deb nomlanadi. Ikkinchisi, tana yolg'on gapirmaydi. Stress ko'krakda bosim bilan ko'rinadi. G'am yelkadagi og'riq bilan, qo'rquv ichni siqishi bilan ayonlashadi.
Ibn Sino buni 1000 yil avval yozib qoldirgan. Uchinchisi, odam o'zini tushungan kuni davo boshlanadi. Bu bugungi mindfulness va awareness nazariyalarining ildizidir. Bugungi biz yashayotgan dunyo bizni charchatadi. Stresslar ko'p, ma'lumotlar ko'p, xavotir ham ko'p. Lekin Ibn Sino shuni aytadi: ruhni anglay olgan inson o'zining eng kuchli, eng zo'r tabibini topgan insondir. Va aynan Ibn Sinoning ishlari biz oldingi videolarimizda muhokama qilgan KPT, ya'ni kognitiv поведенческая terapiya, o'zbek tilida idrokning xulq-atbor terapiyasini Mark Avreliy bundan 1800 yil oldin yozib qoldirganidan avvalroq 1000 yil oldin Ibn Sino tomonidan yozib qoldirilgan. Bu videorolikni siz bugun ko'rayotganligingiz bejiz emas. Ehtimol siz ham o'zingizni tinglashni unutgandirsiz. Va ushbu videorolik davomida siz bittagina bo'lsa-da yaxshi ma'lumot, fikr yoki anglash, ya'ni insightni olgan bo'lsangiz, demak bu video o'z maqsad mohiyatini bajargandir. Agarda sizda qandaydir bir savollar bor bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sizni qanday ruhiy savollar qiynayapti? Kommentariyada keling, muloqotimizni davom ettirsak, balki sizning savollaringiz javobini biz mana shunday katta videoroliklarda taqdim etarmiz. Men barcha kommentariyalar bilan tanishib chiqaman. Shunday ekan, muloqotimizni yana ham mazmunliroq qilishimiz mumkin. Albatta kanalga obuna bo'ling. Biz keyingi videorolikda shayton psixologiya mavzusini ko'taramiz. Va qiziqarli mavzularimiz bu bilan to'xtab qolmaydi. Albatta videorolik foydali bo'lgan bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, like bosishni unutmang, chunki bittagina foydali narsa olganligingizni biz like'lar sonidan bilib olishimiz mumkin. Agarda siz mana shu videorolikda qandaydir bir foydali narsalarni ko'rgan bo'lsangiz va bu foydali ma'lumotlar nafaqat sizga, balki tanishlaringizga ham foyda keltirishi mumkinligini sezayotgan bo'lsangiz, ikkilanib o'tirmasdan havolani ularga ham jo'natib qo'ying. Zero kim ilmga xizmatda birgalikda yonma-yon turishimiz shunchaki ilmni ulashishimizning o'zidayoq ochilib ketishi mumkin. Bayoni meros akkauntida ko'rishguncha salomat bo'ling.